Yaponiya brendi bo'lmish Toshiba brendidan 65 talik 144 Hz va asosiysi mini LED bo'lgan televizorimizni bugun sizlarga mega chegirma narxda qilib beramiz. Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Siz mijozlarimiz uchun Yaponiya brendi bo'lmish Toshiba brendidan 65 talik Z870N modelli televizorimizni mega chegirma narxda qilib beramiz va qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsam, ushbu televizorimiz 3840 2160p, ya'ni 4K kачество Ultra HD ko'rsatadi va 144 Hz bo'ladi va mana kачествolarini ham ko'rishingiz mumkin. Ushbu televizorimiz e'tibor beramiz, podsvetkasi mini LED bo'ladi, ya'ni birinchi navbatda Pure View texnologiyasi orqali keng va eng yaxshi ko'rish holatiga ega bo'lasiz va yaltirashga qarshi, ya'ni quyosh nurlari va sun'iy yorug'lik, shunga o'xshash yorug'liklarni kamaytiradi va Quantum Dot texnologiyasi yordamida Toshiba televizorlari millionlab tuslarda yorqin va tabiiy ranglarni yaratadi. Har bir muhim detal va tasvirni real hayotda ko'rayotgandek yetkazib beradi. Toshiba televizorimiz Dolby Vision, HDR10+, HDR10 va HLG formatlarini qo'llab-quvvatlab, bu bilan siz istalgan kadrni soyali va yorug' joylarda bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Gamerlar uchun asosiy AMD FreeSync VR 144 texnologiyasi siz o'ynayotgan o'yinni sekinlab qolishi, qatishi va kechikishini oldini olib, tez qatmasdan o'ynash imkonini beradi. Game Deck orqali siz o'ynayotgan o'yiningizni nastroykasini o'zingiz xohlagandek sozlashingiz mumkin. Dynamic Tone Mapping texnologiyasi bo'lsa, tasvirni kadrma-kadr tahlil qiladi va yorqinligini avtomatik tarzda sozlaydi. AI Auto View Pro texnologiyasi bo'lsa, tasvirni xonadagi yorug'lik darajasiga qarab turib sizning ko'zingizga moslab beradi. Film Maker mod orqali ko'rayotgan kinoingizni syujetini maksimal darajada ochib beradi. 144 Hz bo'lsa, odatdagi televizordan 2 barobar tezroq, realistik va ravon vizual tasvirlarni taqdim etadi. AMD FreeSync texnologiyasi bilan siz deyarli har qanday kadr tezligida ravon vizual effektlardan bahramand bo'lasiz. Vizual artefakt yo'q. Ko'proq ledlar aniqlik va yaxshilangan boshqaruvni anglatadi. Shuning uchun Z870 modellarida mini LED televizorlari minglab kichik ledlar bilan to'ldirilgan. Ularning har biri oddiy LEDdan ko'ra 50 barobar kichikroq bo'ladi. Bu sizga yorqinroq va realistik tasvirlar uchun tengsiz kontrast va ranglarning aniqligini ko'rish imkoniyatini beradi. Full Array Local Dimming Pro texnologiyasi ekran orqasidagi LED yoritichlardan foydalangan holda